Agar yodingizda bo'lsa, biz Millar dasturining avvalgi sonlarida chuqur sanaymiz shiori ostida ko'plab lavhalar tayyorlab, shahrimizdagi qanchadan qancha chuqurlarni tekislanishiga sababchi bo'lgan edik. Biz yana chuqur sanashni boshladik. Bu safar bizni chuqurlardan qiynalayotgan Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumani Bog'iston mahallasi aholisi manziliga chorladi. Dastavval o'sha chuqurlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rish uchun mahallani aylanib chiqdik. Bu ko'chalarda yurgan odammi? Ovqatlari hazm bo'lib ketishi hech gap emas. Voy, mana. Voy, kasal bo'lishi ham hech gap emas. Rostdan ham ko'zga juda vahimali ko'rinmasa-da, ammo muammo anchagina katta. Lubojin odam biladiki, bu yo'lda mashina yo'q hisobi bitta, undaqa charchatib, mashinamizni charchab tashlaganmiz. Bu joyga chiqadigan bo'lsangiz, mana shu yo'ldan qo'rqib borsam ekan, bormasam ekan, qolishib qotib turasiz-da. Mana 17 yil bo'lganimiz quruq gap. Bittagilar papkani ko'tarib olib borib, yoniga borib kelishaveradi, lekin bitta bu aytgan ishni hech kim qila olmay, bu yerdan bu yoq hech kim. Hamma yangi kiyimni kiyib olib, ashyoqqa borib kelishaversa, bor qatga hokimiyatga maylis qo'ysa, gap qilsang quloq ham solmaydi hech kim. Chetdan kelgan odam bir kelsa qaytib kelmaydi biz yo'limizga. Mana bunaqa muammolarni ko'rib men ensam qotgan. Yashirmayman, men Surxondaryo viloyatidan kelganman, lekin boshqa umidlarda kelgan edim. Yo'l umuman yaroqsiz ahvolda. Mana shu dakansa yurib bo'lmaydi. Mahallaning ichki ko'chalari umuman ta'mir talabga muhtoj. Mana men balonim yangi olganman, bir hafta bo'ldi. Shishga chiqib tuxumda bo'lib ketdi mana menga. Vulkanizatsiyaga borsam 1 tenga qimmat ujib bo'ldi, musur deb ayt. Mana mahallada nechta mashina bo'ladigan bo'lsa, har kuni mana shunaqa problema, hammasi shu ahvol. Hadovoy, sharovoy sinib ketadi, kimdir diskasi yirtilib ketdi, balon yirtilib ketdi, diska pachoq bo'lib ketadi, mana shunaqa ahvol. Bizlarning yo'limiz ham qachon tekis bo'ladimi, yura olamizmi? Bir ko'chaga chiqamiz yo biron mehmon kelamasa, bormayman sizlar tomonga deb aytadi. Yo'llaring yomon deb aytadi. Nima qilishimiz kerak? Yo'llar yomon, mashinalarni bolani yorilyapti, kech qolyapmiz. Ishga boradiganlar kattalardan gap eshitib, ishdan haydalyapti ko'pchilik. Homilador ayollar boradi, kasal bo'lib qolyapti. Yo'llarimiz umuman dabdala. Mana necha marotaba yo'llarda mana ana nima sovuq davrida mashinalar yo'ldan chiqib ketib, o'lim holatigacha keldi. Zavorga tashab ketdi. Voqea joyiga yetib kelgan mutasaddilar holat bo'yicha quyidagicha izoh berdilar. Hozirgi kunda mana havo noquloyligi sababli yog'ingarchiligi tufayli asfalt qila olmayapmiz. Kunlar isishi bilan xudo xolasa asfalt qilishni boshlaymiz. 2023-yilning sentyabr oylarigacha xudo xolasa agar limit ajratilsa, mana shu yo'limizga xudo xolasa asfalt bo'ladi. Biz mahalla ko'chalarini ko'zdan kechirib chiqdik, lekin ochig'ini aytaman, ichim to'kilib ketdi. Nima ham derdik, mutasaddilar bergan va'dalarni o'z vaqtida bajarib, keyingi safar kelganimizda mana shu ko'chalar tekis va ravon bo'ladi degan umiddamiz. Millar bu mavzuni ham o'z nazoratiga oladi va albatta mavzuga yana qaytamiz.